Jizzax viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlantiruvchi yangi qaror imzolanganligidan boxabarmisiz? 2026-2027 yillarni qamrab oluvchi ushbu qaror mazmuni nimalardan iborat? Nafaqat viloyatimiz, balki har bir fuqaro hayotiga bevosita daxldor bo'lgan qaror targ'iboti qayerlarda amalga oshirilyapti? Bugungi Diyor intervyu ko'rsatuvidan o'rin olgan suhbatimiz jarayonida aynan mana shu savollarga javob olishingiz mumkin. Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, efirda Diyor intervyu ko'rsatuvi. Bugun ham jamiyatimizdagi muhim dolzarb mavzulardan biri haqida suhbatlashamiz. Bugungi suhbatdoshimiz esa Zulfuzar Jo'raboyeva, xalq deputatlari Sharof Rashidov tuman kengashi deputati. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. 2026-2027 yillarda Jizzax viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori imzolandi. Albatta bu qaror Jizzax viloyati uchun juda katta muhim ahamiyatga ega bo'lgan qaror. Keling, mana shu qaror mazmuni bilan teletomoshabinlarimizni ham tanishtirsak. Muhtaram Prezidentimizni 2026-yil 30-yanvar kuni mana shunday qarorlari chiqdilar. Mana shu qaror men Jizzax viloyati uchun bir tarixiy qaror deb hisobladim. Bu qaror bilan tanishib chiqib. Chunki bu qarorda muhtaram Prezidentimiz asosiy bajariladigan ishlar bilan birgalikda va ularni qanday moliyaviy resurslar yordamida hal qilish kerakligini ham aniq ko'rsatib o'tganlar. Xo'sh, mana shu qaror asosida endi 26-27 yillarda qaysi sohalar jadallashadi, qaysi sohalarga ko'proq investitsiya ajratiladi? Muhtaram Prezidentimiz bu qarorlarda dastlab kambag'allik va ishsizlikni kamaytirish masalasiga e'tibor qaratgan. Albatta bilasiz, xalqimizda qanchalik kambag'allik yoki ishsizlik kamaysa, turmush farovonligimiz shunchalik ortadi. Masalan, muhtaram Prezidentimiz yalpi hududiy mahsulot hajmini yillik o'rtacha 8.3% ga, sanoat ishlab chiqarish hajmini esa 7.8% ga, bozor xizmatlari hajmini esa 13.2% ga hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish 4.6% ga o'sishini ta'minlashini ko'rsatib o'tganlar va shu bilan birgalikda 2026-yil ishsizlik darajasini 3% ga, kambag'allik darajasini esa 2.8% ga tushirish, xususan Jizzax shahri, Sharof Rashidov tumani, Baxmal tumani, G'allorol tumani, Do'stlik tumanlarida ishsizlik va kambag'allikni batamom xoli hududga, ishsizlik va kambag'allikdan xoli hududga aylantirish kerakligini nazarda tutib o'tganlar. Bundan tashqari, yana muhtaram Prezidentimiz tomonidan 2026-yilda 182 ta mahallalarda jinoyatchilikdan xoli mahallalar tipiga kiritish rejasi ilgari surilgan. Endi bundan tashqari Jizzax viloyatida investitsiya loyihalar tobora ko'payib bormoqda. Investitsiyalarni jalb qilish borasida ham, lekin mana shu investitsiyalarni jalb qilish, ishlab chiqarishni kuchaytirishda bevosita o'sha infratuzilmani yaxshilash ham alohida o'rin tutadi. Menimcha mana shu qaror mazmunida infratuzilmani, yo'llarni yaxshilash bo'yicha ham alohida bir ko'zda tutilgan bandlar bor. Albatta. Yo'l transport, muhandislik, kommunikatsiya va ijtimoiy infratuzilmani yaxshilash borasida muhtaram Prezidentimiz Zomin va Baxmal tumanlarini bog'lovchi umumiy foydalanishdagi Dashtobod va Zomin, Baxmal, G'allorol avtomobil yo'lining 26-182 kilometr qismlarini va Forish tumanidan o'tuvchi Jizzax shahri Yangi qishloq, Qizilcha, Qizilqum yo'lining 7-114 kilometr qismini hamda Sharof Rashidov tumanidagi Uchtepa Oqtom D051 yo'lining 026 kilometr qismini rekonstruksiya qilish bo'yicha muhim qarorlarda mana shu muhim topshiriqlar berib o'tgan. Demak, mana oldinda bizni kutayotgan yillar mobaynida aynan yo'l qurilish sohasida ham tubdan o'zgarishlar sodir bo'ladi. Aynan bu o'zgarishlar Baxmal, Forish tumanlari aholisi uchun katta yangilik bo'ladi desak adashmaymiz. Bu nafaqat investorlar uchun, mana shu hududda yashaydigan aholi uchun ham yashash darajasini oshiradi. Bundan tashqari o'sha o'z xizmatlarini bajarishda qulaylikni yaratadi. Bundan tashqari yana Jizzax shahrida mana shu transport tirbandligini oldini olish maqsadida 10 kilometr aylanma yo'l qurilishi ham mana shu muhtaram Prezidentimizning qarorlarida
ko'rsatib o'tilgan. Umuman olganda mana shu qarorni tarixiy deb o'zingiz ta'kidlab o'tdingiz va ushbu qaror ijrosini nazorat qilish bevosita deputatlarga ham bog'liq va joylarda targ'ibotini amalga oshirish, aholiga keng tushuntirish, aynan qaysi sohalarda mana shu endilikda keng ko'lamli o'zgarishlar sodir bo'lishini xalqqa yetkazish ham bevosita deputatlarga bog'liq jarayon. Xo'sh, bu borada amaliy chora-tadbirlar va targ'ibot ishlari amalga oshirilyapti? Albatta. Mana shu muhtaram prezidentimiz tomonidan xalqimizni farovonligi, turmush tarzini yaxshilash to'g'risida chiqarilgan, viloyat uchun chiqarilgan bu muhim qaror albatta biz viloyat deputatlari va tuman deputatlariga ham bevosita bog'liq. Chunki mana shu chiqarilgan qarordan xalqimiz xabardor bo'lishi kerak. Chunki mana shu chiqarilayotgan qarorlar boya aytganimdek xalqimizni yashash tarzini yaxshilash uchun, inson qadri uchun xizmat qiladigan bir muhim qaror. Shu tufayli biz deputatlar barchamiz, har bir tuman deputatlari o'zlariga chora-tadbirlar ishlab chiqishgan. Aynan mana shu qaror muhokamasi boshlangan joylarda va bu qaror bilan tanishish albatta Sharof Rashidov tumanida bugun o'rganildi. Adashmayotgan bo'lsam, bugun butun deputatlar o'sha joylarda mana shunday targ'ibot ishlari bilan mashg'ul bo'ldi. Nafaqat Sharof Rashidov tumanida, balki barcha tumanlarda, viloyatimizning barcha hududlarida aynan mana shu qarorning tafsilotlari barcha yurtdoshlarimizga yetkazildi, to'g'rimi? Shunday, xuddi shunday. Albatta birinchi o'rinda mana shu chiqarilgan 35-sonli qarorimiz muhtaram prezidentimiz tomonidan. Uni mazmun mohiyatini o'zimiz birinchi navbatda o'rganib olishimiz kerak-da. Har bir bandini o'sha qishloq xo'jaligi sohasi bo'ladimi, sanoat sohasi bo'ladimi, yo'l sohasi bo'ladimi va mana shu amalga oshirilayotgan ishlarning moliyaviy resurslari qayerdan kelishini biz o'zimiz birinchi navbatda mana shu qarorni mazmun mohiyatini chuqur o'rganib olishimiz kerak bo'ladi. Undan keyin mana shu muhtaram prezidentimiz, yurtboshimiz tomonidan xalqimiz uchun yaratilayotgan, mana shunday xalqimiz uchun chiqarilayotgan qarorlarning mazmun mohiyatini ularga yetkazishimiz kerak bo'ladi. Mana to'g'ri ta'kidladingiz, albatta inson nimada haqidadir o'zi batafsil ma'lumotga ega bo'lmasa, tushunchaga ega bo'lmasa, kimgadir tushuntirib berish qiyin. Shaxsan sizni deputat sifatida ham bir fuqaro sifatida mana shu qarorning qaysi bandlari e'tiboringizni tortdi va qaysi sohalardagi o'zgarishlar sizni mamnun qildi? Men mana shu qarorni bitta bandi e'tiborimni tortdi. Jizzax shahri bilan Sharof Rashidov tumanini o'rtasida bo'sh turgan o'sha 40 gektar joyda ko'p qavatli uylar qurish, ya'ni 50 ta ko'p qavatli uylar qurish va mana shu 50 ta ko'p qavatli uylarga 1200 ta xonadonni joylashtirish masalasi meni e'tiborimni tortdi. Sababi u yerda ko'p qavatli uylar qurilgandan keyin o'z-o'zidan ijtimoiy turli xil tashkilotlar quriladi. Mana shu xalqimiz ko'chib boradi u yerga, yashash tarzi yaxshilanadi, yangi uylarda, yangi zamonaviy ko'p qavatli uylarda ular yashashadi va ular o'z navbatida xalqimizdan, davlatimizdan, muhtaram yurtboshimizdan rozi bo'lib yashaydilar. Menga mana shu qarorni shu bandi juda ham e'tiborimni tortdi va mana shu joyidan juda ham mamnun bo'ldim. Demakki, yaqin kelajakda qurilish va shaharsozlik sohasida ham o'zgarishlar sodir bo'ladi. Umuman olganda Jizzax shahri hududi yaqin kelajakda kengayishi kutilyapti. Demak, aynan mana shu qurilgan ko'p qavatli uylar Sharof Rashidov tumanida ko'p qavatli uylar paydo bo'lib, xususan Jizzax shahri hududiga qo'shilishini ham tezlashtirishi mumkin. Bundan tashqari, o'sha aholimizning kambag'alligini qisqartirish, bandligini ta'minlash borasida ham demakki har bir bandida ta'kidlangan jihatlar muhim e'tiborga loyiq bandlar deyishimiz mumkin. Xo'sh, bu borada qanday amaliy ishlar amalga oshiriladi? 50 ta mahallani sanoatga ixtisoslashtirish mana shu qarorda ko'zda tutilgan. Jumladan Sharof Rashidov, Do'stlik, G'allarol, Arnasoy, Zafarobod tumanlarida 40 ta mahallani o'z faoliyati bilan qamrab olib 5 ta tadbirkorlik markazlarini tashkil etish ham bu qarorda ko'zda tutilgan. Va yana bundan tashqari Savdo sanoat palatasi bilan birgalikda tajriba sinov tariqasida viloyatda erkin iqtisodiy zonada korxonalar, shu jumladan avtomobilsozlik korxonalari atrofida 15 ta mahallada kooperatsiya orqali kichik ishlab chiqarishlarni ham kengaytirish bu qarorda ko'zda tutilgan. Endi siz aynan Sharof Rashidov tumani deputati hisoblanasiz va bu hududning imkoniyatlarini yoki bo'lmasa muammolarini yaxshi bilasiz. Mana fuqarolardan kelib tushayotgan murojaatlar bo'yicha yoki bo'lmasa o'rganishlar doirasida. Xo'sh, aynan siz deputatlik qilayotgan hududga qanchalik ta'sir bor?
qurilish sohasidan tashqari? Bilasizmi, men mana shu deputatlik qilayotgan hududimga juda ham katta ta'siri bor. Chunki aynan Sharof Rashidov tumanidagi erkin iqtisodiy zonaga yaqin hudud deputati hisoblanaman. Bu yerda bilasizmi, ishchi o'rni yaratiladi. Ishchi o'rni yaratilgandan keyin o'z o'rnida albatta kambag'allik, ishsizlik tugatiladi. Ularni xalqimizni turmush tarzi, odamlarni turmush farovonligi oshadi. Mana shu jihatlardan juda ham katta ta'siri bor. Jizzax viloyati albatta turli xil kontingentdan iborat. Nafaqat bu yerda tog'lar yoki tekisliklar, balki cho'l hududlar ham mavjud. Albatta. Lekin mana shu qaror nafaqat o'sha shahar hududini yoki tumanlarni, butun bir viloyatni qamrab oladi. Hududimizda joylashgan cho'llar yoki bo'lmasa yaylovlarga taalluqli jihatlar ham bormi? Albatta, bu qarorda muhtaram prezidentimiz mana shu tog'li hududlar va yaylovlarda yaylovlarni rivojlantirish, investitsiya va savdo masalalari bo'yicha ham muhim bandlar kiritib o'tgan. Masalan, mana shu tog'li hududlar uchun 1,5 milliard AQSh dollari bo'lgan 39 ta yirik loyihalar, dasht va cho'l hududlari uchun esa 1 milliard AQSh dollari miqdorida 60 ta yirik investitsiya loyihalarini kiritish mana shu qarorda ko'zda tutilgan. Demakki, 2026-2027 yillarda Jizzax viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori nafaqat bu jamiyat uchun, balki jamiyatdagi har bir fuqaro uchun tegishli bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy hayotimizga muhim ta'sir qiladigan bir qaror hisoblanadi. Shunday ekan, bunda keltirilgan har bir bandni fuqarolarimiz batafsil o'rganib chiqishlari lozim, chunki har bir fuqaroning bevosita hayotiga ta'sir qiluvchi bandlar mavjud. Zulfuzar opa, tashrif uchun, ma'lumotlar uchun tashakkur va mana shu qarorning ijrosini ta'minlashda, nazorat qilishda, xalqqa yetkazishda sizga muvaffaqiyat tilaymiz. Qadrli teletomoshabinlar, bugungi suhbatdoshimiz Zulfuzar Jo'raboyeva, xalq deputatlari Sharof Rashidov tuman kengashi deputati bo'ldi. Siz tomosha qilganingiz esa Diyor intervyu ko'rsatuvi edi. Keyingi suhbatlarga qadar xayr, salomat bo'ling.